Mashinaga skidka berishsa, tonirovka atrofiga polni yopishtirib berishsa, kamiga saloningizni yana laminatsiya qilib berishsa, maza emasmi? Life hack zo'ri, aka. BYD baribir xarid qilmoqchisiz, bilaman, pulni tayyorlab qo'ygansiz. Lekin aytib o'tgan narsalarni siz tekinga xarid qilishingiz uchun 25-iyun kuni BYD Avtozonga kelib, mashina xarid qilsangiz, o'sha aytib o'tgan narsalarning barchasi sizga tekinga tushadi. Baribir qildirasiz yangi mashina olgandan keyin, to'g'rimi? O'sha pul yoningizga qolsa, keyin bu narsa olib berarsiz, bolalarni bu joyga olib borarsiz, bo'lmaganda do'stlaringizga mashinani yuvib berarsiz. Okey, o'shaning uchun 25-iyungacha BYD Avtozonga kelib, mashinangizni tanlab olib, kerak bo'lsa test drive qilib, aniqlab olgandan keyin pulni taxlab qo'yingda, 25-iyun kuni kelib mashinani xarid qilingda, mana shu aytib o'tgan barchasini tekinga qabul qiling, maza qilasiz, okey? Okey, men o'zim shaxsan BYD xarid qildim bugun. O'zimga ravo ko'rgan narsani sizga tavsiya qilaman.